Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. On üçüncü kısım. Hiç kısı yok. Bularga pul vermesek bolmaydı. Bular sizlerni qoğdaydı. Men, Muşu 14 yaşlık şumlar bizni qoğdamdı. Bu nahayeti nahaqçılık boldu. Biz kichik bola bolmasak, nima uchun ular bu yerda turg'inimiz uchun pul oladi? Shuning bilan biz u bolalarga qarshi chiqdik. Ularning hammasi biz bilan urushishga qo'pdi. Balkim ular 40-50 odam bizni urmoqchi bo'ldi. Biz urushmoqchi bo'ldik. Kelisha hammang bilan urushimiz dedik. Dal shu vaqtda sirti turgan saqchi bolalarga bir nimalarni deb vaqirdi. Men bo'g'inni bilolmayli qoldik. Shuning bilan hammasi besiqib qoldi. Bundan keyin bizga tamoq ilib kelgan kishi sabr qilinglar. Men bu ishlarni hal qilaman dedi. Bichora odam yana pul berdi bo'lg'ay. Bir kun kech soat 6lar atrofida masjiddan ko'p odamlar kelibdi. Hammasi oqsoqol mo'ysifat odamlar edi. Bularning ko'plari tungan musulmonlar edi. Bular bizga, bugun sizlar bu yerdan chiqib ketsizlar, birozdan keyin birga masjidga ketamiz. Biz sizlarni kepillikka oldik dedi. Orada bizga eng ko'yindigan bir ko'zoynakli tungan musulmon bor edi. Bu odam bu masjidning asosli boshqaruvchisidan edi. Bu odam yonimizga kelib, biz sizlarni bugun kepillikka oldik. Sizlarning kepillik pulinglar uchun 6 million pul berdik. Her biringlarga 2 milliondan. Sizlarni bugun chiqarib olamiz. Ammo masjidda turishinglar kerak. U yerdan qochib ketsanglar bo'lmaydi. Qochib ketmaslikka va'da beramsizlar dedi. Biz albatta va'da beramiz. Bo'ladi, Alloh rozi bo'lsin dedik. Biz ularga, saqchilar sizlar biz uchun to'lagan pulni sizlarga biz ketgandan keyin qaytarib beramdi deb so'rasak, qaytarib berdi dedi. Bizning u vaqtda Xitoyga qaytarilishimiz aniq bo'lgan edi. Ondan biz ular bilan birga masjidga bordik. Masjidda xuddi to'y bo'lgandek edi. Ko'p odamlar bizning asirlikdan qutulib, bu masjidga kelganimizni qarshilayotgan edi. Ajoyib ko'p odamlar, hatto ayollarmi kelgan edi. Haliqi bizga yordam qilgan ansoriy Jamol hojimi bor edi. Uning umoq bolalari, ayollari hammasi bir chetda turardi. Bizga ular Uyg'ur polos ilib kelgan ekan. Ya Alloh, nima degan sharaf bu? Nima degan sharaf? Biz qanchalagan azoblarni, qanchalagan musibatlarni ko'rdik. Allah Taala bizga bir qiyinchilikdan keyin bir osonchilik bor degan oyatni aniq ko'z oldimizga ko'rsatgan edi. Biz bu sorunni ko'rib bekli ta'sirlandik. Ba'zi odamlar bizga qarab yig'laydi, ba'zi odamlar bizga tasalli beradi. Ba'zi odamlar bizni chin quchoqlab bag'riga bosatdi. Biz bu vaqtda ojizlab, o'ruqlab, badanlarimizni qichqaq besib ketgan edi. Bizni har qanday odam ko'rsa ichi og'riydi. Biz u yerda tamoq yeb, shom namoz o'qidik. Shom namozdan keyin xuftan namozgacha paranglashib o'tirdik. Namazdan keyin soat 12 bo'lganda masjidga yaqin ko'zoynakli odam chaqirdi. Sizlar ati Xitoyga qaytarilasizlar. Ko'nglimiz yerim, amalimiz yo'q. Biz barliq tirishchanliklarning hammasini qildik. Ko'p sabr qilinglar dedi. Ondan Jamol hojim qishimizga kelib, ko'zlariga liq yosh olgan holda, men hamma ishlarni o'rinlashtirdim. Cho'qim manzilinglarga yetalaysizlar. Qo'limdan kelsa edi, men hargizmi sizlarning Xitoyga qaytarilishinglarni xohlamaydim dedi. Biz ilgari Xitoyda bo'lgan zulmlarni, Uyg'ur musulmonlarining ahvolini, u yerdagi diniy saviyani, musulmonlarning qiyinchiliklarining hammasini bir-birlab so'zlab bergan edik. Alhamdulillah, atisi bomdod namozi o'qib bo'lgandan keyin atigandan masjidga kelgan kishi bizni bolalar turmasida yo'qlab kelgan odam edi. Subhanalloh, bu odam bir mo'zdiz ekan. Bu odamga Alloh rahim qilsin. Bu odamga Alloh jannat bersin. Biz bu mo'zdizning bir kuni necha pul topadiganini so'rsak, u odam deydi-ki, Xitoy puliga 20 koy pul topadi ekan. Bu odam mushu hunari bilan ishlab topgan pulni bizga va 6 bolasiga yetkazibdi. Shu kuni bu odam bolalarning hammani bir velosipedga mindirib ilib kelibdi. Ayolimi kelibdi. Bu odam bolalariga, "Qaranglar, muhojirlarni ko'ringlar" deb bizni bolalarga ko'rsatib atdi. Biz muhojirmidik. Nima qilgan edik buncha hurmatga erishadiganqa? Bularni so'raydik o'zimizdan. Qalbimiz yig'lab atdi.
Hatto ko'zlarimizdan yoshlar quyildi. Biz bular bilan xuddi ota-bolada quchoqlashib ko'rishdik. Bular bizga o'zlarini tanishtirdi, albatta tarjimon orqali. Bular bizning tillarimizni bilmaydi. Biz hammani tafsili so'rdik. Bu ayol mo'zduchilik qiladi ekan. Boshqalarning oyoqlarini tikib va velosipedning choqlarini yamaydi ekan. Bir kunda topidig'ini Xitoy pulida 20-30 yuan ekan. Shu puldan bizga ashundirib 3 vaqt tomoqni eng yaxshi qilib olib beribdi. Balkim bu bizga bir oydan ko'proq tomoq qilib berdi. Allohning ansorilari shundoq bo'ladi ekanda, da'vat etdim o'zimga. Menga eng ta'sir qoldirgan narsa mustahkam turib dinning xizmatini qilish, musulmonlarning xizmatini qilish degan aqidalarni, bu kishilarning qilgan amallari qalbimni chingitib atdi. İnşallah qo'limdan qanchalik kelsa, musulmonlarning xizmatini qilaman degan tuyg'ular menda texmo mustahkamlashib atdi. Biz shu atiganda chochlarimizni tushirib oldik. Chunki biz Xitoydan kelgan peti ya choch yastib boqmadik, ya tushirib boqmadik. Shunga chochlarimiz sarangning chichidek bo'lib ketgan edi. Soat 8 bo'lganda ular kepillikka olgan vaqti to'shgan ekan. Soqchixonaga menishdan burun bizning yo'lda yeydigan narsalarimizni qachilab berdi. Biz masjidning ba'zi odamlari bilan ko'chmanlar idorasiga bordik. Bu yerga borsak bizni Xitoyga qaytarish uchun mashinalar tayyor saqlab turibdi. Biz bu mashina chiqadigan yerdan bir kecha kunduz maqsad andin Xitoyga bora oldik. Bular bizni ko'zlariga yosh olgan holda yo'lga silib qo'ydi. Ular bizga sizlarga duo qilamiz, umidvor bo'lishga, sabrchan bo'lishga cho'qim tirishinglar. Sizlar cho'qim maqsadga yeta olasizlar deydi. Ko'p duolarni qilib bizni yo'lga silib qo'yishdi. Biz ota-onalarimizdan ayrilganda bunchalik ko'nglimiz yerim bo'lmagan edi. Bugun biz uchun yig'laydigan odamlar ko'p edi. Ya Alloh, nima degan izzat bu? Bizning ajoyib kunlarimiz o'tgan edi. Bizning bugungi kunimiz buningdan ilgari ko'rgan barliq musibatlarimizni, qiyinchiliklarimizni, aziyatlarimizni, yegan tomoqlarimizni unutildirgan edi. Hamda qorong'u kamerlar ko'rinmas bo'lib ketgan edi. Mana biz Xitoyga elib mengilyapmiz. Balkim Xitoy turmusida o'lib ketarmiz. Lekin qalbimda azroqmi qo'rqish yo'q edi. Agar o'lsak bu yaxshi bir o'lim edi. Hayat qolsak bizga bu notunus zolim kafirning turmusida yordam bergan Alloh shu yerdami cho'qim yordam beradi deydim o'zimga. Men bu aslimlarni faqat qarindoshlarimga Allohning yordamini eslatish uchun va qarindoshlarimning qo'lida bo'lgan har qanday ne'matni qadrlashini va cho'qim tortayotgan qiyinchilikning keyinda Alloh tarafidan keladigan izzatning, marhamatning borligini eslatib qo'yish uchun bularni yozdim. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi izzatin tasmu bi